Suratga e'tibor bering. Mashinalar nega o'rab qo'yilgan deb o'ylaysiz? Bu rasmni menga yuborgan Koreyadagi do'stimga ko'ra, uning mashinasi qurilish bo'layotgan hudud yonida qolib ketgan. Quruvchilar esa unga chang tushmasin deb ustini yelim yopinchiq bilan o'rab qo'yishgan. Janubiy Koreya shaharlari bo'ylab yurib, atrofimizdagi birorta qurilish maydonining ichkarisida ish ketayotganini sezmadik. Qurilish hududi, qurilishdan chiqayotgan shovqinni o'lchovchi detsibel detektorlari, PM10, PM2,5 zaharli zarrachalarni ko'rsatib turuvchi tablo. Agar bu me'yorlardan oshib ketsa, siz qurilish kompaniyasi ustidan bemalol yozib olishingiz mumkin. Tashqariga chang, shovqin tugul, hatto g'ubor ham chiqarishmas ekan bu qurg'urlar. Bu boshqa qurilish maydoni. Rostdan ham shaharning shovqinlarini e'tiborga olmaganda, na chang bor, na qurilishning shovqini bor. Chunki bu yerda ham o'sha detsibel detektorlari bor. Aslida bunday talablar butun dunyoda, hatto bizning shaharsozlik norma qoidalarimizda ham belgilab qo'yilgan. Hamma gap qurilish kompaniyalarining bunga amal qilishi va tizimning ishlashida o'rtoqlar. Shu koreyaliklar uchun bitta like bosib qo'ying.